Mana shu Nexia 1 mashinamizda tumanimizdagi haydovchilar gruppasiga 33 millionga sotuvga qo'ygan ekan. Sizlar uchun narxini savdolashib 29 million so'mga narxini tushirdik. 2005-yilda ishlab chiqarilgan, rangi Stanoy. Ya'ni bu mashinamiz sotuv uchun tayyorlangan, to'g'rirog'i. Kraska qilingan, suyaklari butun, lekin avariya holatlari yo'q. Yangi chiqollar qo'yib qo'yilgan. Chiqollar ko'rinishi salondagi. Old tomondan ham ko'rsatib o'ray mana. Yangi chiqol poliklar qo'yilgan. Mana anosi magnitofoni, monitorlik, roli Nexia 2 rol qo'yilgan. Xarajati yo'q, Sonos motor. Yana bitta tomoni yaqinda motor qilingan. Motorlari qilingan, hadovoylarda ish yo'q. Ya'ni unaqa katta xarajat yo'q. Umuman xarajat yo'q desam bo'ladi, olasiz. Old tomondan ko'rinishi, balon holatlari ham yaxshi. Balonlar o'rta holatda. Bunaqa yangi balon emas u, yurgan, kalpak qo'yib qo'yilgan 4 ta balonga ham. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, 80 talik temir metani bor. Zapaskalarimiz ham bor ekan, orqa tomoni. Ko'rinishi. Metanni srogi 31-yilgacha ekan. Mana shu mashinamizda 29 million so'mga qo'yibmiz. Yana oz-moz o'tib beradigan joyi bor.